Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Ana sizlarga ertalab saharlikdan bu videoni sizlarga ulashmoqchi bo'ldim, aziz obunachilarimiz. Xo'sh, mana juma kuni nasib bo'lsa 6-mart juma kuni mana ertalabki soat 4larda qo'yimiz bitta kattagina qo'chqorcha tug'ib berdi. Kattagina bir qo'chqorcha tug'ib berdi. Mashallah deb qo'yasizlar mana. Bu ham onasiga o'xshab quloqchalari, boshi, oyoqchalari oq qolgan joyi ko'm-ko'k qilib tug'ib berdi. Mana endi bilmadim, joyimiz sog'liq qilibdimi, qo'yimiz burishib qoldi. Xo'sh, nima deymiz? Chorvani barakasi bor-da baribir. Mana endi xudo xolasa mana bu qo'yimiz tug'ib bersa, nasib bo'lsa keyingi ochrat mana bu echkilarimizga bo'ladi. Nasib bo'lsa bu esa Buxoro Amir Qoraquloq qo'yi. Kecha olib kelgandik. Firmamizga bir yangilik bo'lsin deb olib keldik buni. Bu qo'yimizni. Yana kecha kechki payt bo'lsa 5-mart kechki payt bo'ladi. Yana 6-mart saharlikda xudo xolasa mana og'iz yoparga tursak, nasib bo'lsa qo'yimiz tug'ib o'tiribdi. Mana barrachamiz ham katta kalon. Mana qo'yimiz ham holatlari boshqa ideal. Nima deymiz? Chorvani barakasini bersin deymiz. Like bosing, obuna bo'ling. Kommentariyaga fikrlaringiz bo'lsa, bemalol fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kommentariyamiz befarq qoldirilmaydi. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi.